Assalomu alaykum, mana go'zallarim, yaxshimisizlar? Men sizlarga hozir xonimkadan bitta narsani tavsiya qilmoqchiman. Bu o'zimda sinaganimdan keyin bu naborni ishlatib ko'ring. Buni umuvalkasi ham bor, hamma narsasi bor. 3 ta nabor, 4 ta nabor. Naborda 4 ta bo'ladi. Umuvalkasi vannamda chiqdim, bunisini surdim. Ketidan bunisini surdim. Ketidan kremini surdim. Orasida vakruk glas, men shu narsasini sevdim lekin. Bilasizlar, biz har kuni makiyajdamiz, yuz charchaydi. Uyga kelib yuzimga narsalar qilgandan keyin charchagan yuz dam oladi-yu, o'zi sezasiz, dam olasiz. Shunaqa bo'lib dam oldi. Как будто kosmetologga bordim, maza qilyapman-da. Shunaqa narsaki, buni zakaz qilib ishlatib ko'rganlaringizdan keyin bilasizlar, yuzni tortishi ham bor, ko'z ajiniga bor ekan. Men shu narsasi juda yoqdi menga. Ko'z ajinini yoyib berar ekan. Hamda yuzni xotini mana shunaqa tortib chiroyli qilib beradi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hozirdan o'zingizni sevib, sevilib yashang. Hammaga omad.